Muborak Sha'bon oyi bu Ramazon oyida ko'p ajr savoblarni olishni istovchilarning oyi. Ramazonda gunohlari kechirilgan holda chiqishni istovchilarning oyi. Himmatlarimizni oshiraylik, yenglarimizni shimaraylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Zaka shahrun yaghfalun nasu anhu." Bu oydan ko'pchilik g'aflatda qoladilar. Ya'ni esdan chiqarishadi bu oyning fazilatini. Ramazon uchun tayyorgarlik ko'rishdagi eng oxirgi, eng samarali tayyorlanish oyi ekanligini esdan chiqarishadi. Bu oyda qilinadigan asosiy 5 ta amal bor. Agar qilolsak, inshaalloh albatta Ramazondan juda ko'p yutuqlar bilan chiqamiz biiznillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Va huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila robbil alamin." Bu oy amallar Alloh taologa ko'tariladigan oydir dedilar. Ya Alloh. Tabiiyki inson buni eshitganda harakatga tushadi, yaxshi amallarga shoshiladi. Toki amallarim ko'tarilganda mendan Robbim rozi bo'lsin deb. Amalini xolis Alloh uchun qilishga harakat qiladi. Qaranglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilardilar? Aytadilarki: "Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana so'im." Subhanalloh. Amalim Allohga men ro'zador bo'lgan holatimni taqdim qilinishini yaxshi ko'raman dedilar. Demak, Sha'bon oyida eng muhim amal, eng yaxshi amal ro'za tutish. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amallarini ro'za hollarida olamlarning Robbisiga taqdim qilinishini istavatdilar. Yil bo'yi qilingan kamchiliklarni shu ro'za amali sababidan Alloh taolo rahim qiladi inshaalloh. Kechirib yuboradi, mag'firat qiladi. Va undan tashqari Ramazonga kirganda ro'za og'zimiz bilan ham charchab qolmaymiz. Badanlarimiz ancha o'rganib qoladi, ibodatlarga quvvat bo'ladi inshaalloh. Ikkinchi amal Qur'on o'qish. Qur'on ko'p o'qinglar. Qur'on boshlanglar. Sha'bon oyida bir marta bo'lsa ham xatm qilinglar. Farqi yo'q, o'qibmi, eshitibmi. Inshaalloh Ramazonda yanada tezroq tugatamiz. Faqat Ramazon kelganda Qur'on ochib o'qiydiganlardan bo'lib qolmaylik. Qur'on oyi Ramazon oyi bilan emas, Sha'bon oyi bilan boshlanadi. Biz uchun go'zal namuna bo'lgan salaflarimiz Sha'bon oyini qorilar oyi deshar ekan. O'zlari Ramazonda ko'proq o'qish uchun tayyorgarliklarni Sha'bon oyidan boshlashar ekan. Nima bo'lsa ham bu oy amal mavsumi. Jannatga shoshilib kiraman deganlarning oyi. Qo'ldan boy bermaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari esdan chiqmasin. Zaka shahrun yaghfalun nasu anhu dedilar. Bu oydan juda ko'pchilik g'aflatdadirlar. Qiyomatda hasanatlarimiz, amallarimiz ichida inshaalloh Qur'onni ko'rganimizda juda ham quvonib ketamiz. Uchinchi amal istig'forni ko'paytiringlar. Mo'min odamni ibodatdan tanbal qilib qo'yadigan narsa bu gunoh. Qalbni poklaydigan eng yaxshi davo bu istig'for. Tavba qilish, Allohga qaytish. Istig'for sabab qalbimiz poklanib, Ramazonga ham inshaalloh ajoyib bir himmat bilan kirib boramiz. To'rtinchi amal, bu kunlar bilan agar xafalashib qolgan bo'lsak, oralarimizni to'g'rilashga ulgurib qolaylik. Xosatan 15-Sha'bongacha. Chunki Sha'bonning 15-kechasida amallarimiz emas, balki qalblarimiz Allohga taqdim qilinar ekan. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ittali'ullohu ila ibadihi laylatan nisf min Sha'ban." Sha'bon oyini yarmini kechasida Alloh bandalariga nazar soladi. Fayaghfiru lil mu'minin va yumhilu lil kafirin. Mu'minlarni mag'firat qiladi, kofirlarga muhlat beradi. Va yad'u ahlal haqdi bihaqdihim hatta yad'u. Qalbidagina adovati borlarni to oralarini isloh qilmaguncha shu holatda qoldiradi dedilar. Tasavvur qilsanglar, Alloh subhanahu va taolo kechirmasdan qandoq bo'lsangiz shu holatingizda qoldiradi. Shuning uchun tezda shoshilaylik. Oramizda kimdir bilan bir kelishmovchiliklar bo'lsa, xafagarchilik o'tgan bo'lsa, kech qolmasdan o'sha borib kechirim so'raylik. Salom bilan boshlab so'zimizni uzr so'raylik. Go'zal suhbatlar qilaylik. Biror bir narsa ko'tarib borib uyga tashlab ketaylik. Kamchiliklari bo'lsa, qo'limizdan keladigan bo'lsa, yordamlashaylik. 5-amal imkoni borlar uchun moliyaviy tomonlama yordamchi bo'lish. Ramazonga kirib borayotgan faqir oilalar bo'ladi. Ramazon uchun yeguliklarini yoki boshqa ularni bezovta qiladigan ehtiyojlarini qilib olishsa, xotirjam ibodat oyiga kirib borishadi. Shu uchun ham salaf solihlarimiz zakotlarini Ramazonga emas, aynan Sha'bon oyiga to'g'rilab olishar ekan. Tasavvur qiling, siz ro'za tutyapsiz, lekin bir kunlik tutgan ro'zangizda 2 ta yoki 3 ta, balki bir oilani ro'zasi bilan ro'za tutayotgan bo'lasiz. Bir kunlik ro'zangiz bir kunni o'zida necha barobar bo'lyapti.
Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Alloh taolo barchamizni Ramazonga o'zi rozi bo'lgan holda yetishimizni nasib etsin.